Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan tanani orqa qismida joylashgan mushaklar haqida gaplashamiz. Tanani orqa qismida joylashgan mushaklar 4 qavat bo'lib joylashadi. Ularning birinchi qavati eng yuzada joylashgan musculi spinohumeralis, ya'ni umurtqa pog'onasi atrofidan boshlanib, tolalari lateralga qarab yo'naluvchi va yelka suyagi os humerusga kelib birikuvchi mushaklar guruhi. Ikkinchi qavat mushaklari bular ham umurtqa pog'onasi atrofidan boshlanadi va tolalari lateralga qarab yo'nalib, kurak suyagi os scapulaga kelib birikadi. Shuning uchun ham bu mushaklar guruhini musculi spinoscapularis deb ataymiz. Ya'ni umurtqa pog'onasi atrofidan boshlanib, kurak suyagiga kelib birikuvchi mushaklar guruhi. Uchinchi qavat mushaklari umurtqa pog'onasi atrofidan boshlanadi bular ham va lateralga qarab yo'nalib, qovurg'alarga kelib birikadi. Uchinchi qavat mushaklarini spinokostal mushaklar, ya'ni musculi spinokostalislar deb ataymiz. Va so'nggi 4-chi qavat mushaklari eng chuqurda joylashgan mushak hisoblanadi. Bularga faqatgina umurtqa pog'onasini atrofida joylashganligi uchun bularni orqani xususiy mushaklar guruhi musculi dorsi proprii yoki ularning asosiy funksiyasi tanani rostlab turish bo'lganligi uchun musculi erector spini, ya'ni gavdani rostlovchi mushaklar guruhi degan ma'nolar bilan ataymiz. Endi har bir qavat mushaklarni alohida ko'rib chiqamiz. Dastlab eng yuzada joylashgan birinchi qavat mushaklari, ya'ni musculi spinohumeralislar haqida gaplashamiz. Ushbu qavatda ikkita mushak joylashadi. Birinchi mushak musculus trapezius, ya'ni trapetsiyasima mushak va ikkinchisi musculus latissimus dorsi, ya'ni orqani serbar mushagi. Mana shu ikki mushakni birma-bir gaplashib chiqamiz. Birinchi yuza qavat mushagi musculus trapezius, ya'ni trapetsiyasima mushak. Ushbu mushakni tolalarining yo'nalishiga ko'ra 3 ta qismi mavjud bo'ladi. Birinchi qismi pars descendens, ya'ni pastga qarab tushuvchi qismi. Ushbu qismni boshlanishi ensa suyagini yuqori chizig'i linea nuchalis superior, ensani tashqi bo'rtig'i protuberans occipitalis externa va birinchidan 6-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarining processus spinozuslari, ya'ni aynan mana bu yerda joylashgan ligamentum nucha vositasida boshlanadi va tolalari pastga hamda lateralga qarab yo'nalib, kurak suyagini akramion o'sig'iga kelib birikadi. Bu birinchi qism. Ikkinchi qismi pars transversa, ya'ni ko'ndalang yo'nalgan qismi. Ushbu qismning boshlanishi pastdan 7-bo'yin umurtqasi prominensni processus spinozusi hamda 1, 2 hamda 3-ko'krak umurtqalarining processus spinozuslaridan boshlanib, tolalar lateralga qarab yo'naladi va kurak suyagini spina scapulasini lateral chetiga kelib birikadi. Bu ikkinchi qism. Va uchinchi qismi ko'tariluvchi qism, ya'ni pars ascendens deb ataladi. Tolalari mana shu tarzda yo'naladi. Ushbu mushakning boshlanishi 4-ko'krak umurtqasidan boshlab pastda 12-gacha bo'lgan ko'krak umurtqalarining processus spinozuslaridan boshlanadi va tolalari yuqoriga hamda lateralga qarab yo'nalib, kurak suyagini spina scapularisini medial chetiga kelib birikadi. Har bir mushak qismini o'ziga xos bo'lgan funksiyasi mavjud. Mushakni
tolalari baravar qisqargan paytda, har bir qismi qisqarganda, demak, kurak suyagini bir-biriga yaqinlashish va umurtqa pog'onasiga fiksatsiyasini amalga oshiradi. Har bir mushak qismiga xos bo'lgan funksiyalarni ko'radigan bo'lsak, pars descendens, ya'ni tushuvchi qismni bilateral, ya'ni ikki tomonlama qisqargan paytda boshni dorsal fleksiyasi, ya'ni orqaga qarab egish funksiyasi amalga oshiriladi. Bu birinchi funksiyasi bilateral qisqargan paytda va kurak suyagini yuqoriga ko'tarish, ya'ni elevatsiyasini amalga oshiradi. Bu ham pars descendens qismining funksiyasi. Pars descendensni kurak fiksatsiya bo'lib turgan paytda unilateral qisqarganda boshni lateral fleksiyasi, ya'ni yon tomonga qarab egish funksiyasini amalga oshiradi. Shu bilan birgalikda kurakni rotatsion harakatini amalga oshiradi, ya'ni aylanma harakatini. Pars ascendens, ya'ni ko'tariluvchi qismining funksiyasi esa kurak suyagini yuqoriga, pastga tortish, ya'ni depressiyasini amalga oshirish. Pars transversani funksiyasi esa bu yerda ko'rsatilmagan, ana mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. Kurak suyagini retraksiyasi, ya'ni orqaga surish va umurtqa pog'onasiga mahkamlab turish, ya'ni fiksatsiyasini amalga oshiradi. Bu bizda musculus trapeziusni funksiyasi va tuzilishi edi. Ikkinchi yuzaqavat mushagi musculus latissimus dorsi, ya'ni orqani keng yoki serbar mushagi. Ushbu mushakni boshlanish qismi birikish qismiga nisbatan anchagina keng bo'ladi va shunga monand boshlanish qismlari ham anchagina ko'p bo'ladi. Xo'p, ular quyidagilar. Birinchi boshlanish qismi bu 7-ko'krak umurtqasini processus spinoslardan barcha ko'krak pastga qarab yo'naladi va barcha ko'krak umurtqalarini processus spinoslari, bel umurtqalarini ham processus spinoslari va do'ng'azani o'rta qirrasi crista sacralis medianidan, undan tashqari yonbosh suyagini crista iliacasi aynan labium externumdan boshlanadi. Bu ikkinchi boshlanish nuqtasi. Xo'p, mana bu yerda joylashgan 10-chi, 11-chi hamda 12-chi qovurg'alarni tugash qismidan boshlanadi. Xo'p, tolalar yuqoriga laterokranial yo'naladi. 4-chi boshlanish qismi kurak suyagini angulus inferiordan boshlanadi. Va mana bu yerda joylashgan ko'krak bel fatsiyasi, fascia thoracolumbaalisdan, aynan lamina posterior fascia thoracolumbaalisdan boshlanadi. Orqa plastinkasidan va mushak tolalari umumiy yig'ilib kelib, yelka suyagini kichik do'mboqchasi tuberculum minordan pastga qarab davom etgan crista tuberculi minorisga kelib birikadi. Mushakning asosiy funksiyasi yelka bo'g'imidagi harakatlarni ta'minlash, ya'ni yelka bo'g'imini ekstensiyasi, ya'ni yozish harakatini amalga oshirish, yelka bo'g'imini adduksiyasi, ya'ni tanaga yaqinlashtirish va demak internal rotatsiyasi, ya'ni ichkariga burish vazifasini bajaradi. Yelka bo'g'imidan tashqari umurtqa pog'onasi hamda chanoq suyagini lateral fleksiyasini amalga oshiradi.
Xo'p, shu bilan birgalikda chanoq suyagi hamda umurtqa pog'onasini ekstensiyasini ham amalga oshiradi. Orqaning ikkinchi qavat mushaklari musculi spinoscapularis, ya'ni kurak suyagiga kelib birikuvchi mushaklar. Ushbu qavatda 3 ta mushak joylashadi. Ularni birinchisi katta romsimon mushak, musculus rhamboideus major. Ikkinchi mushak kichik romsimon mushak, musculus rhamboideus minor va kurakni ko'taruvchi mushak, musculus levator scapulae. Mana shu 3 ta mushakni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rganadigan mushak musculus rhamboideus major, ya'ni katta romsimon mushak. Ushbu mushakning boshlanishi birinchidan 4-gacha bo'lgan ko'krak umurtqalarining processus spinozalardan boshlanib, mushak tolalari lateralga qarab yo'naladi va kurak suyagining margomedialisini, ya'ni medial qirrasini pastki 3/2 qismiga kelib birikadi. Ikkinchi mushak esa musculus rhamboideus minor, ya'ni kichik romsimon mushak. Ushbu mushakning boshlanishi 6 hamda 7 bo'yin umurtqalarining processus spinozalardan boshlanib, mushak tolalari lateralga hamda pastga qarab yo'naladi va kurak suyagining margomedialisini yuqori 3/1 qismiga kelib birikadi. Bu ikki mushakning funksiyalari o'xshash bo'ladi. Mushakning birinchi funksiyasi kurakni bir-biriga yaqinlashtirish, ya'ni abduksiyasini amalga oshiradi. Ikkinchi funksiyasi kurakni yuqoriga ko'tarish, ya'ni elevatsiyasi hamda rotatsiyasi, ya'ni aylanma harakatiga yordam beradi. Va ikkinchi qavatda joylashgan so'nggi mushak musculus levator scapulae, ya'ni kurakni yuqoriga ko'taruvchi mushak. Ushbu mushakning boshlanishi birinchidan 4-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarining processus transversuslarida joylashgan tuberculum posteriorlardan boshlanadi va mushak tolalari pastga qarab yo'nalib, kurak suyagining yuqori burchagi angulus superiorga kelib birikadi. Mushakning asosiy funksiyasi quyidagilar: o'z nomiga muvofiq kurakni yuqoriga ko'tarish, ya'ni elevatsiyasini amalga oshirish va kurak fiksatsiya bo'lib turgan holatda, ya'ni qimirlamay turgan paytda umurtqa pog'onasini, ya'ni bo'yinni o'zi tarafga egish, ya'ni lateral fleksiyasini amalga oshiradi. Shu bilan birgalikda kurak fiksatsiya bo'lib turgan paytda ipsilateral rotatsiya, ya'ni o'zi tarafga qarab burish funksiyasini amalga oshiradi. Mushak tolalari bilateral qisqarganda esa boshni dorsal fleksiyasi, ya'ni orqaga qarab egish funksiyasi amalga oshiriladi. Orqa mushaklarning 3-qavatida 2 ta mushak mavjud. Ular quyidagilar. Birinchi mushak musculus serratus posterior superior, ikkinchisi musculus serratus posterior inferior. Ya'ni orqani yuqoriga chisimon hamda pastga chisimon mushaklari. Ushbu mushaklar nafas olishda, demak, yordamchi mushak sifatida qatnashadi va bular tuzilish jihatdan anchagina kuchsiz mushaklar hisoblanadi. Mushaklarni birma-bir ko'rib chiqsak, birinchisi musculus serratus posterior superior. Ushbu mushakni boshlanishi C6, C7, ya'ni 6 hamda 7 bo'yin umurtqalarining processus spinozalari, xo'p, hamda T1, T2 birinchi, ikkinchi ko'krak umurtqalarining processus spinozalaridan boshlanib, tolalari lateralga qarab yo'naladi va ikkinchidan 5-gacha bo'lgan qovurg'alarni anguluslarga kelib birikadi. Mushakning funksiyasini aytdik.
Demak, aynan mana shu qovurg'alarni yuqoriga ko'tarib, ko'krak qafasini kengaytiradi va nafas olishda yordamchi mushak sifatida qatnashadi. Ikkinchi mushak Musculus serratus posterior inferior. Ushbu mushakning boshlanishi TH11 dan, ya'ni 11-ko'krak umurtqasining processus spinosusdan pastda L2 gacha bo'lgan umurtqalarning processus spinosuslaridan boshlanib, mushak tolalari lateralga qarab yo'naladi va bular ham demak 9-dan 12-gacha bo'lgan qovurg'alarning burchaklariga kelib birikadi. Bu mushaklarni biz demak spinokostal mushaklar degandik, ya'ni qovurg'alarga birikuvchi mushaklar.